zakaz qilishni o'rganganlar ko'p, подписчиklarim orasida onlayn kurslari davom etyapti. Demak, 1,5 million so'mlik onlayn kurslarni atigi 99 ming so'mga men nomidan 3 kun ichida xarid qilib olsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa nima kerakli anjomlarni nima bo'lishidan qat'iy nazar kerak bo'lsa oddiy uchistkagacha bor, hamma narsani arzon narxda zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Yo'q narsani o'zi yo'q. Shuni o'rganib olinglar, bo'ldi. Kimdirgadir iltimos qilib, kargo urib bering, mana shunaqa desanglar, baribir qimmatga tushasizlar. Lutcha o'zingizlar o'rganib olganinglar yaxshi. И plus sizlarga qaysi saytdan qanaqa qilib nimalarni zakaz qilishi, nima qilsanglar to'g'ri bo'ladi, hammasini o'rgatadilar. Davom etamiz. Okey. Sho'g'rikamiz. Ayyo, ko'tara olmadik. Voy, Mana. oh my gosh. Mешочек. Что? Konili zakaz qilmadingiz? Yo'q, pijamada. Qo'y. Mana naskichini zakaz qildim. Unda bittasi menga ekan dedi. Qo'yganlar, men u esingizdan aeroportda o'tirib sizga aytganman, Xitoydan zakaz qilgan narsa deb. Birinchi ishonmaganlar shu arzon kelishiga. Keyin o'rgatib qo'ydim opamni. Vashi zo'r kelibdi, qara kачествосini. Ichini qaranglar, kapishonini. Ay, mana ko'ryapti. Chiday kelganmi yo'qsa? Xursand bo'ladi ko'rsangiz, sal qizim. Kipriylar. Kiprini ham zo'r kelibdi. Kiprilarim kelibdi. Rosa удобный. Bu necha pulga keldi bilasan? 3000 so'm. Lekin bizda 15-16 ming 20 ming so'm. Ukam 45 ming mana kiprilar. Agar bo'lmasam umuman yo'q bunaqa koreyskiy kipri. Hammasini bir xil pushtinskiy kipri bor-ku, pushti turadi. Ana shunaqa bunaqa kipri yo'q bu yerda. 3000 so'm. Prikiysiz. Mana bu vatniy disk bor, o'sha narsani qo'yadigan narsalar, hammasi komplekt 4 ta narsa atigi 35 ming so'mga keldi. Mana shu hammasi. Bizda Ori bozorda qimmat hisoblanadi. Ori bozor. Ekan deydi. Voy, kачествосini qara, o'shaga. Yumshoq ekan. Yumshoq. Zo'r вообще anu. Ichi astali bu kostyum. Ha, kostyum. Kostyum ekan. Kostyum shu anaqa. Esimda yo'q, даже nima zakaz qilganim bir dunyo narsa. Menimcha ham yubkasi. Yo'q, bu ham kostyum. Prikin. Unda menga. Najirchi. Davom etamiz, lekin vashi kачествоsi zo'r ketdi. Voy, mana shu pijamamni tikdim. Er-xotinga komplekt. Bu xo'jayinimlarga, pochchenga, ana zo'r bardovый цветli. Yaqinda уже kuzku, yog'i qishga kirib ketamiz, shuning uchun yangi uzunidan zakaz qildim. Voy, mana vashi zo'r kelibdi. Ranoshkamga. Mana qaranglar, mishechkalari bilan. Ana kuzgi sportivka. Kачествоsi вообще zo'r kelibdi. Mana buni qaranglar, katta bo'lib qoladi deb 3 yoshga katta opam qiziqib qolganlar. Men kutgan narsa mana bu bo'ldi. Yurechasiga to'g'ri keladi. Orqalari ham unaqa. Xo'jayinimlarniki anaqa yurechasi bor. Xudo xolisa nima edi? Namozxonamizda mazza qilib tutamiz. Mana bu yo yurechasi menga to'g'ri keladi. Yurechalarni birlashtiraylik-da. Men ko'rmayman. Menga birlash. Tada! Yurecha bo'ladi. Zo'r narsa kelibdi. Shunaqa narsalar zakaz qilmoqchi bo'lsanglar o'rganib olinglar. Mazza qilib, keyin o'tirib olib zakaz berasizlar arzonga. Zakaz berib nalichida sotsanglar ham bo'ladi. Azizlarim, Xitoydan narsalarim kelganda, raspakovka qilmasdan umuman chidolmadim. Shuning uchun raspakovkachi qilamiz. Robishka bilan ozgina vaqtimiz bor. Yangi uyimizga, ya'ni gazimni tepasiga bordi. Qiynalmay filtrli suvi, ana o'sha gazni tepasiga qo'yib qo'yamiz-da. Filtrli suvdan choynaga, choy damlashga, kompot yopishga, qozonga sho'rva osishga, nimadirlar qilishga mashina ishlataman. Zo'rmi? Тебе вообще не интересно, да? Unaqa narsani. Davom etamiz bo'lmasa, lekin kачествоsi вообще zo'r keldi. Sho'g'ir ekan. Такой lekin. Bu yerda ishonasizlar, buni $200 deyishdi. Ba'zi joylarda $150 deyishdi. U yoqdan necha pulga zakaz qildim? Arzon. Necha pul? 500 ming. Yo'q. 380 ming so'm. Kargosi bilan kargosi ichida 380 ming so'mga keldi. Xitoyda narsa zakaz qilishcha arzonga tushadi azizlarim. O'tgan safar ham Umida mana shunaqa zakaz qilib berdilar deb aytganimda, o'rganib olib, zakaz qilishni o'rgangan. Ori bozorda deydi. Ori. Lutcha bor. Kapochkam ketdi. Qaranglar, jazmning. Sizni 13 ming so'mga keldi. Buncha narsa ko'p zakaz qildim. Hali bu yarmi ketdi, hali yarmi yo'lda. Такой narsa ekan, lekin narsalar. Voy,
tapichkam kelibdi. Ay, shirin tapichkachi. Va shu botda bunaqa tapichka yo'q qaranglar. Hali men puxlisi yana ham ochiladi. 5 ming. Bitta zakaz qilsangiz millionta keladi. Millionta kelib 80 ta keladi. 1 2 3 4 5 6 ta noski necha pulga deb o'ylaysizlar? 5000 so'mga tushadi. По-моему. Mana shu zakaz qildim. Общий hammasi, прикиньте, shuncha narsa o'rgan olsanglar maza qilib zakaz qilasizlar. И qaysi birdan kачественный narsa kelishini hammasini o'rgatadilar. Malika bunchalik noski zakaz qilmadim. Bitta mamini zakaz Malika bunchalik noski zakaz qilmadim. Bitta mamini zakaz qildim. Shuncha qo'shib beribdi. Menimcha tachka bo'lganda bilmaganman men. Qara zo'rligini. Voy chiroyli, a? Kapasnariyaga. Bundoq qilinadi. Voy, millionta narsa keldi. Buni Bu ham zo'r turdi. Mana shundaqamizmi bugun? Qaranglar, zakovkachalarimiz shirinligini, bo'tda bunaqa zakovka. Sanikiga havasim kelib zakaz qildim buni. Bildim. Uni yoniga ham keldi menga. Yo'q, mana kam. Xuddondek. Sanikidek. Robishka unaqa taqib yuruvdi-ku. Hozir qo'lingdan Yo'q, yo'q. pista havasim keldi. Men Yo'q, qoraymidi opa. Qora emas ekan, sanda ko'ring. Suvga qilsa ham. Ana shundoq taqib olasizlar-da, vashi chiroyli turadi. Endi buni oldiga bunaqasi bilan qo'shib yuborishibdi. Mana shu где-то 17 ming so'mga keldi. Voy, vashi chiroyli. Zo'r-a? Eng men kutgan narsa mana bu bo'ldi. Yurechasi